Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov Dilisi yangiliklar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda bizlar bilan yana bir bor barchaning yoqtirgan videoroligi OpenBug videoroligini qilamiz. Qanday akkauntda desanglar mumkin. Bu bitta obunachining akkauntida, eslarda bo'lsa, bu akkauntda yashil kartaliklarda ham, qizil kartaliklarda ham, mana bu yana qaysi kartalar bor edi, yaqinda kelib ketdi-yu. Mana bu World Cup Winnersmi, World Cup Heroesmi shu kartalarda ham ochgan edik. Ronaldo Messini ketma-ket tushirgan edik shu akkauntga. Xullas bu akkaunt juda ham omadli, qani ko'ramiz bu safar ham bizga omad kulib boqarmikan. Xo'p, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizdagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Dilisi yangiliklar kanali. Bu kanalda biz ko'plab Dilisi bo'yicha ma'lumotlar, har xil yangiliklar, sezon pas aksiyalar qilib boryapmiz. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi описаниеda hamda kommentariyada bo'ldi. Xo'p, biz unda videorolikni boshladik. Xo'p, agentlar yetarlicha 14 mingta olmos bor. Bu yoqdan 3 ta agent bor va tushish foizi 10% ni tashkil etadi. Mana shu holatdan hozir biz aytgancha sezon pas ochish xizmatlari ham bizda mavjud. Xudo xohlasa bemalol yozishinglar mumkin. Mana sezon pas ochildi. Xudo xohlasa kimga mana shunaqa sezon pas ochish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol meni o'zimni Telegram nishonga murojaat qilishinglar mumkin. Xudo xohlasa ishonchli ravishda mana bunaqa sezon paslarni ochib beramiz. Xo'p, endi biroz ovozlarni normaga keltirib olaylik. Videolik olayotganda juda ham xalaqit beradi. Xo'p, va sezon pasdagi sog'lom olamiz. Bu yerda tanga. Xo'p, bu yoqda endi vrachni olamiz. Bu yoqda ham vrachni olamiz. Xo'p, bu yoqda endi mana buni olamiz. Xo'p, bu yoqda ham olmosni olamiz. Bu yoqda trener. Xo'p, bu yoqda ham olmos. Bu yoqda vrach. Mana bu yerda ham ustalgan forma yaxshiroq. Scout hozir bunaqa kuchaygan akkauntlarga scoutning foydasi yo'q. Xo'p, bu yerda endi trenerni tanlaymiz, конечно. Xo'p, bu yoqda endi varatarga trenerni tanlab qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p, bu yoqda endi poligon agentni tanlaymiz. Xo'p, bizda ana endi 4 ta agent bor va bu yerda почти 15 mingta olmosimiz mavjud ekan. Xo'p, biz mana shu olmosdan foydalanib, xudo xohlasa, obunachiga ruxsat berdi, barcha olmoslarni ishlatishingiz mumkin dedi. Xudo xohlasa biz OpenBug'ni yoraveramiz ekan. Qani bismillahirrohmanirrohim boshladik. Birinchi agent, birinchisidan tushib qolishi mumkin, chunki bu akkaunt omadliroq akkaunt. Xo'p, birinchisi tushmadi. Xo'p, keyingi agent futbolchilar sig'im to'lib qolibdi. Leymerni sotib yuboramiz va keyingi agentni ochamiz. Xo'sh. Bizga keyingi agent Ispaniya va Garcia tushmoqda. Yo'q, ikkinchi agentdan ham o'sha tushmayapti. Balkim bir 3-4-dan tushib qolishi mumkin. Xudo xohlasa nasib qilsa bu akkauntga Yamalni va shunga o'xshash birorta bir kuchliroq futbolchini tushirishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerda ham tushmayapti nimagadir. Xo'p. Buni ham sotib yuboramiz. Mana bu keyingi agentni ochamiz. Tushish foizi kamayib boryaptimi qanaqadir? Silva, Bernardo Silva Real Madridning yangi futbolchisi 10% ga ko'tarildi, lekin baribir ana shu sig'im muammosi hali ham bartaraf qilingan. Xo'p, keyingi agentni ochamiz. Voy. Nimaga tushmayapti? Nechta ochdik o'sha? Hozir ko'ramiz nechta ochganini, esimdan chiqib qoldi. Bu yerda biz 5 ta agent ochibmiz va 5 tadan tushmadi. Xo'p, ko'ramiz, endi tushib qolar balkim. Fransiya va Deseredure. Bu yerda ham yo'q. Sotaveramiz. Xo'p, mana bularda siz biroz qoraylik do'stlar, shular buzyapti menimcha. Mana shunaqa o'zini holatda bo'lsa, xudo xohlasa tushib qoladi. Xo'sh, yo'q. Tushishga lekin yaqin turibdi. Qanaqadir bir animatsiyalar uje sekin yaqinlashyapti, sezayotgan bo'lsanglar. Xo'p. Yana 8 ta agentdan keyin 100% kimdir tushadi, lekin biz ungacha kimdirga tushib olishimiz kerak bo'ladi. Kimdirga tushib olmasak, bu sharmanda bo'lib qoladi do'stlar. Xo'p. Qani? Yo'q, haliyam tushmoqda. Declan Rice bizga tushyapti. Rice qoladi asosiyda va biz bu yoqdan Pulishic'ni sotib yuboramiz.
Keyingi agent 9% dan ham tushmayapti. Esinglarda bo'lsa, o'tgan videoroligimda даже 6% dan 5% dan ham futbolchilarni tushirgan edik. Rodri, Kukurelya, shunga o'xshash ajoyib futbolchilarni tushirgan edik. Cho'ta bu safar sal omad kelmayapti menga bola. Bizga Juan Garcia tushyapti. Maratar. Hop. Endi bitta berib qo'y endi bitta orada. Va Zubimendi. Yana nechta agent? Yana 3 ta agentdan keyin kimdir 100% tushadi. Ya hatto hozir tushish kerak endi kimdir jaglab bo'lib ketadi hozir. Obunachimizga men va'da berganman deb, bu omadli akkaunt bo'lsa, juda ham ko'p futbolchilarni tushirganmiz-da bu akkauntga Argentina. Nico Paz. Cho'ta omad kelmayapti do'stlar. Hop. Bu yerdan 27 kun bor ekan va yana 2 ta agentdan keyin kimdir 100% tushadi bizga. Hop. Ochamiz. Va bizga kimdir tushyapti. Va bu argentinalik Emiliano Martinez tushyapti. 2022-yil bilasizlar, Argentinani eng asosiy futbolchilardan biri bo'lgan, chunki Argentina asosan finalda ham, finalgacha bo'lgan bosqichlarda ham polni penaltilar bilan g'alaba qozonib kelgan. Penaltilardagi eng katta hissasini qo'shgan darvozabon bu Emiliano Martinez edi. Xo'p, biz Emiliano Martinezni tushirdik. Wow, ajoyib. Birinchi agent bor 86 reytingda. Yana kim bor edi? Adashmasam Donnarumma 86 reytingga bor. O'sha klassik kartalardan boshqa yo'q edi. Endi to'g'ri oldin bo'lgan va Emiliano Martinezning oddiy kartasini o'rniga mana bu asosiy tarkibga ajoyib kartasini tushiramiz va buni full qilib bemalol birortasidan 100 chiqarish mumkin. Xo'p, keyingi agentni ochamiz. Bizda foiz endi kamaygan bo'ladi, конечно, 8% ga tushib qopti. Xo'p, qani yo'q, hech kim yo'q va Din Hausen bizga tushmoqda. Aytgancha do'stlar, 100 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi do'stlar. 90 mingtadan o'tdik, Xudo xolasa podpисчиклар kelishi yomon emas. Lekin sizlar ham ikkinchi akkaunt ochib, ikkinchi Google akkaunt ochib yoki bo'lmasa bu oilalarda telefonimdan, o'rtoq oilalarda akalarda telefonidan bo'lsa ham menga obuna bo'lib, mana shu 100 mingta bo'lishimizga Xudo xolasa yordam berib tursanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Aytgancha do'stlar, hayotiy futbol bo'yicha ham video olish niyatlarim bor. Qanaqa desanglar, birorta bir obunachilar bilan penalti challenge'lar hayotiy futbolda shunaqa qilish niyatimiz bor. Xohlasa, albatta faqat 100 mingta bo'lganimizdan keyin bu ishlarni boshlamoqchimiz. Shuning uchun yordam berib podдержка qilib tursanglar, xudo xohlasa, juda ham zo'r bo'lar edi. Xo'p, Michael Olise bizga tushyapti. Xo'p, biz Oliseni qoldiramiz asosiyda. Kimnidir sotib olishimiz kerak. Vini bor ekan, Bruno, Vitinha, Jude Bellingham, Rice, Saliba bor ekan. Hop. Rice yaxshi o'ynayapti. O'yinlari zo'r, 85 ga ko'tarilishi ehtimoli bor va shuning uchun Rice'ni sotib turamiz. Hali 85 reytingga esa o'yin tushish ehtimoli yo'q emas. Marcus Rashford bizga tushmoqda. Bitta dona futbolchi tushirdik xolasa. Yana 10 ta agentdan keyin kimdir 100% tushadi. Hop, yo'q. Martin Odegaard. Va bizga yana kimdir tushyapti. Ispaniyalik. Bu katta ehtimol Rodri deb o'ylayapman. Bo'ylari balandroq ekan. Agar Rodri bo'lsa, Rodri bo'lsa kerak 16-raqamda. Paslari 92 va bizga Rodri tushyapti. Oltin to'pning 2024-yildagi sohada. O'tgan safar ham xuddi shu futbolchini tushirgan edik. Va ajoyib, juda ham super kartasi bizga Rodrining shikolat kartasi bizga tushyapti. Xo'p. Rodrini ham asosiy tarkibga joylab qo'yamiz. Mana bu ekan. Xo'p. Va biz agent ochishni davom ettiramiz. Yana nechta agentga yetadi bilmayman, lekin Yamalni tushirishimiz kerak yoki Pogba yoki Yamal. Shu ikkalasidan bittasi menga kerak. Qolganlari uncha qiziqarli emas. Bu akkauntga ketma-ket futbolchilar tushardi jo'da. Bu safar biroz omad kelmayapti-da. Lekin shu holatda ham tushiryapmiz. Baribir sal omad kelmay turibdi. Lukman bizga tushyapti. Lukman sotib yuboramiz. Hop, keyingi agent va
Belgiya. Xo'sh. Yana nechta agent? Yana 12 ta agentdan keyin bizga kimdir 100% tushadi. 12 ta agentga javob olmaymiz, xudo xohlasa. Doku. O'sha arab sharhlovchisi bo'lardi bitta shunaqa. Sharhlab bergan. Internetda juda ham mashhur bo'lib ketgan edi. Hop, yo'q. Marquinhos. Hop, qani. Va bizga yana bitta futbolchi tushyapti. Ispaniyalik va bu Pau Cubarsí ekan. Yamal qani do'stlar, bizga Yamal kerak. Yamal o'tgan safar ham tushirdik Pau Cubarsíni. Yo'q, Pau Cubarsí bizga endi to'g'ri kerak. Keraklikning oxiri yo'q do'stlar. Lekin Yamal undan muhimroqda do'stlar. Yamal tushsa zo'r bo'lardi. Va bizga 18 yoshda, endi 19 yoki kirdi shekilli Pau Cubarsí tushyapti. Barselonaning eng asosiy futbolchilaridan biri. Hop, bizda 6000 ta olmosi qoldi va ko'ramiz 15 ta agentga yetadimi bilmadim to'g'risi. 10 tasi 3600 bo'ladigan bo'lsa yetib qolar ekan, yana bitta futbolchi tushirishimiz mumkin. Yana bitta dona futbolchiga bemalol xudo xohlasa yetadi. Uni Araujo'ni o'rniga tushiramiz. Va uchalasi taxlandi bitta qatorga. Qani endi tushish foizi biroz kamaygan. 6% tushib qolgan. Hop, mana shu futbolchi bir 78-marta tushyapti endi. Ko'p tushadi shu futbolchi. Agent ochganimizda ham, skautlarda ham juda ham ko'p tushadi bu futbolchi. Portugaliya, Ruben Dias. Hop, 603%. Yo'q, McTominay bizga tushyapti. Sotib yuboramiz va bizda 5000 ta olmos qoldi va bitta dona futbolchi tushish mumkin. Yoki Pogba yoki Yamal ikkalasidan bittasi tushsin do'stlar. Bo'lmasam videorolik o'tgan videorolik bilan почти bir xil bo'lib qoldi. Bernardo Silva ham juda ikkinchi marta tushishi. Nega bir futbolchilardan biri, to'g'rimi desam. Aytgancha do'stlar, kim qanaqa futbolchilar tushirdi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Kimdir Yamalni bitta urinishda tushirgan bo'lishi mumkin, Yamalni ikkita urinishda tushirgan bo'lishi mumkin. Juda ham omadli o'yinchilarimiz bor ekan. Albatta izohlarda o'zlarini fikrlarini yozib qoldiringlar. Xo'p. Bizga Marcos Thuram tushmoqda. Sotib yuboramiz va yana 9 ta agentdan keyin kimdir 100% tushadi. 9 ta agentga yetarmikan? Olmos. Yetib qolar, xudo xohlasa. Xudo xohlasa 9 ta agentga javob beramiz. Garcia ham o'zi ikkinchi marta tushishi. Yana Ispaniya, Mikel Merino. Jahon chempionatida Joker vazifasini atab berdi mana shu futbolchi. Masalan, Portugaliyaga, yana qaysi futbolchi ko'p jamoalarga xullas Belgiyaga urdi adashmasam. Juda ham ko'p 90-chi, 89-chi o'yinning oxirgi daqiqalarida urib Ispaniyaga g'alaba golini bag'ish etdi mana shu Mikel Merino. Yana Ispaniya bizga Dani Carvajal qariya tushmoqda. Hop, bizda biroz o'sha texnik muammo bo'lib qoldi. Hop, video o'chib qoldi. Qaytadan yoqayapman va bizda yana 6 ta agent bor. Чтобы Paul Pogbani yoki bo'lmasam Lamine Yamalni tushirishimiz kerak. Bizga Alvarez tushyapti. Julian Alvarez. Ham yoki boshqasi bormi? Bir kuchsizroq futbolchi bormi bundan ko'ra? Hop, bu yoqda futbolchilar ko'p kerak emas. Mana bular umuman asosiga tushmaydi, lekin obunachiimiz saqlab turibdi. Qachondir asqotib qoladi ekan deb. Mana bu akkauntda mana bu Karl Walkerlar bor. Endi Alvarezni sotaverar ekanmiz. Alvarez ham o'zi yaxshi o'ynayapti. 85 ga ko'tarilib qolishi mumkin. Va bizda yana 5 ta agentga ochish imkoniyatimiz bor. Xo'p, tushib qolarmikan mana shu 5 ta agentdan keyin 100% tushadi. Xo'p, yana Ispaniya Grimaldo tushyapti. Tezda sotamiz buni ham. Tushsini o'zi 2000 ta olmos qolyapti bizda. Braziliya. Joao Pedro tushyapti. U ham ikkinchi marta tushishi. Lekin 3-martadir, sanoqda adashdim. Xo'p. Endi kimda tushadi? Yo'q. Rahmoniy tushyapti bizga. Voy do'stlar, yetmay qoladimi ekan deyman. Yana 2 ta agent ochishimizga yetar ekan. Yana 2 tadan keyin Xudo xohlasa yetkazamiz. Inshaalloh Xudo xohlasa yetkazamiz. Olmos yetsin.
ikkita agentga keyin 100% kimga tushadi. Va Thibaut Courtois bizga tushyapti. Thibaut Courtoisni menimcha saqlab qolish kerak, chunki Thibaut Courtois reytingi tushib ketishi mumkin. Sababi o'yinlari bilan zo'r emas, to'g'ri, stabil, yaxshi o'ynab kelyapti. Menimcha Jude Bellingham yoki Salibani sotishimiz kerak. Agar Courtoisni o'zini sotaveramiz do'stlar, Courtois darvozabonlar ko'p-ku. Courtois endi afsona, to'g'ri. Lekin bir bizga yaxshiroq darvozabon. Xo'p, bizda 100% kimdir tushadi. Va bu har doimga an'anaga sotib qo'ygan holda ekranga qaramasdan turaman. Sizlar obunachilar ko'rib turasizlar, 10 gacha sanab turib keyin qarayman. Qani men ekranga qaramayapman. Bismillah, qani ko'ramiz. Pogba yoki Yamal tushsin. Hop, 1 2 3. Ekranga qaraganim yo'q. 4 5 6 7 8 9 10. Hop, qaraymiz va bu qora futbolchi ekan. Menimcha Paul Pogba bo'lishi kerak. Chunki qorasi yo'q bu futbolchilar ichida. Kontrol 89 va bizga tushyapti. Wow, yuzlarni birga bir o'xshatib qo'yishibdi. Paul Pogba 2018-yildagi kartasi 86 reytingda tushyapti. Ajoyib, super, prosta shikalat bo'ldi. 3 ta asosiy futbolchilarni tushirdik, to'g'ri. Endi bu yerda hammasi kerak, endi kerak emaslari bu yerda Enzo Fernandes prям kerak emas, chunki 85-86 reytingda даже futbolchilar bor. Uni pozitsiyasi ana bu futbolchilar уже maksimal reytingga chiqib, zo'r futbolchilar bo'lib olishgan. Va biz tushirdik do'stlar, gap yo'q, tushirdik. Qani Paul Pogbani tushiraylik mana bu joyga. Hammasi hamsin. Wow, tushirdik va bizda mana bu yerda endi full qilishga endi biror kun xudo xohlasa mana shu Pogba yoki shunga o'xshash futbolchilarni full qilib albatta videorolik chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, olmos oshib qoldi, endi ochishdan maqsad yo'q, to'g'ri. Omad kelib tushib qolishi mumkin. Tushmay qolsa olmos bekorga ketgan bo'ladi. Yo ochib qo'yaveramiz, mana sizlar. Bitta omad ko'raylikchi do'stlar, balkim tushib qolar. Balkim obunachimiz Yamalni tushirishni xohlagandir. Yamal ham tushib qolishi mumkin, ko'ramiz. Yo'q, hech kim tushmayapti va bizda Joanev tushyapti. Olmos bekorga sarf bo'ldi. Mayli, chiqisi yo'q bo'lsa. Shuncha futbolchini tushirdik. Shuncha futbolchi bor. Hattoki mana bu yerda sezon pasning bonuslari ham bor ekan. Do'stlar, sezon pas bu eng arzon danab narsalardan birida. Shuning uchun men hammaga tavsiya beraman. Mana bunaqa kunlik bonuslarni olib, akkauntlarni juda ham tez fursatda kuchaytirishinglar mumkin do'stlar. Bonuslar juda ham ko'p, o'zingizlar xohlaganda tanlab olishinglar mumkin. Sezon pas ochish xizmatlariga kerak bo'lsa, albatta meni Telegram kanaliga yozishinglar mumkin. Arzon sifatli va tezkor. Xo'p, videorolik mana shu narsalardan iborat edi. Albatta 100 mingta bo'lishimizga yordam berorasizlar do'stlar. Juda ham oz qoldi. Hammalardan podдержка kutib qolaman. Kommentariyada o'zingizlarning izohlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'p, videorolik mana shu narsadan iborat. Videorolik sizga yoqqan bo'lsa, albatta videorolikka like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Iminov Federasi yangiliklar kanalida bo'ldi. Barchangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.